Aholining turmushini yaxshilash, buning uchun ularning bandligini ta'minlash borasidagi ishlar o'zining ijobiy natijasini beryapti. Navoiy shahrida kambag'allikni qisqartirish, natijalar, murojaat va yechimlar mavzusida bo'lib o'tgan jamoatchilik eshituvida soha aniq faktlar asosida tahlil etildi. Keyingi yillarda mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor masalalaridan biriga aylandi. Aholi ijtimoiy himoyasini mustahkamlash, kuchli ijtimoiy siyosat yuritishni maqsad qilgan Xalq demokratik partiyasi uchun ham bu prinsipial masala hisoblanadi. Shu sababli partiya bu yo'nalishdagi strategik vazifalarning hududlardagi ijrosi bo'yicha doimiy o'rganish va tahlillar olib bormoqda. Kambag'allikni qisqartirish, muammolar, yechimlar va yangi yondashuvlar mavzusidagi jamoatchilik eshituvida viloyatdagi mavjud holat mas'ul idoralar mutasaddilari ishtirokida atroflicha muhokama qilindi. Aholini ijtimoiy himoyasini mustahkamlash, kuchli ijtimoiy siyosatni yuritishni maqsad qilgan Xalq demokratik partiyasi ham bu masala Xalq demokratik partiyasining ham prinsipial masalalardan biri. Shu sababli biz hududlarda strategik vazifalarni ijrosi yuzasidan doimiy o'rganish va tahlillar olib boryapmiz. Bugungi mana jamoatchilik eshituvimizda ham tegishli o'sha tashkilotlarimiz bilan hamkorlikda hududimizdagi mavjud masalalar muhokama qilindi. Davlat bilan jamoatchilik birgalikda harakat qilsa, ushbu masalalarni viloyat darajasida zudlik bilan tezroq yechilishiga ishonchimiz komil. Shu bois ham Xalq demokratik partiyasi bugungi kunda so'l partiya qanoti sifatida hududlarimizda deputatlarimiz, mahalliy kengash deputatlarimiz bilan hamkorlikda jamoatchilik nazoratini kuchaytirib, aholining muammolarini o'rganib, zudlik bilan samarali hal qilishni qaror qilgan. Kun tartibidagi masala yuzasidan kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi, shuningdek ijtimoiy himoya milliy agentligi viloyat boshqarmasi rahbarlarining axborotlari eshitildi. Qayd etilishicha, 2025-yil boshida viloyatda ijtimoiy reyestrda turgan kambag'al oilalar soni 13.8 mingta bo'lib, kambag'allik darajasi 5.7% ni tashkil qilgan. Yil davomida 10.2 ming oila kambag'allikdan chiqarilib, kambag'allik darajasi 4.2% ga tushgan. O'tgan yili viloyatda 157 ming nafar aholini daromadli mehnat bilan ta'minlash reja qilingan bo'lsa, amalda 163 ming nafar aholi bandligi ta'minlangan. Navoiy, Zarafshon va G'ozg'on shaharlarida ishsizlik darajasi 4% dan pasayib, tabiiy ishsizlik darajasiga yaqinlashgani ham muhim natija sifatida qayd etildi. Eshituvda deputatlar kambag'allikni qisqartirishda erishilgan natijalar bilan bir qatorda hali yechimini kutayotgan masalalarga ham to'xtalib o'tdilar. Xususan, bugungi kunda viloyatdagi 310 ta mahalladan 143 tasi kambag'allikdan chiqarilgan. Ayrim hududlarda aholini doimiy va barqaror daromad manbalari bilan ta'minlashda uchrayotgan muammolar tahlil qilindi. Mutaxassislarning fikricha, kambag'allikni qisqartirishda ta'lim tizimi bilan mehnat bozori o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlash muhim. Kasb-hunarga o'qitish markazlarida bozorda talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha o'quv kurslarini tashkil etish va bitiruvchilarni ishga joylashtirish bo'yicha aniq mexanizmlarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish mumkin. Jamoatchilik eshituvida partiya elektorati vakillari mutasaddilarga bevosita murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Fuqarolarni o'ylantirayotgan masalalar hal qilinishi bo'yicha aniq choralar belgilandi.